Qur'onning sizga bir mujdasi bor. Allohga iymon muqobilida bu dunyodan so'ngra abadiy bir hayot bor. Qandoqmi? Bilmoq istaysizmi? Qur'on tafsiri bo'lgan Risola-i Nur asarlarini eshitdingizmi? Inson nimadir? Nima uchun yaratildi? Vazifasi nimadir? Qayerdan keldi, qayerga ketadi? Yaratuvchining va oxiratning dalillari nimadir? Buning kabi bir ko'p mavzuni ichida topib aqlan va qalban sizni iqno qiladigan bu kulliyatni o'qimoq uchun darrov irtibotga o'ting. Ujratsiz barnoma bilan o'qimoqqa boshla olasiz. Mana 14 jild 6000 safarlik bu favqulodda asardan bir necha jumla. Bir qishloq arbobsiz bo'lmaydi, bir igina ustozsiz bo'lmaydi, sohibsiz bo'lolmaydi, bir harf kotibsiz bo'lolmaydi. Bilasiz, qandoq imkoni borki, nihoyat daraja muntazam shu mamlakat hokimsiz bo'lsin. San'atlik bir asar san'atkorini ijob etadi. O'zingni g'oyasiz tushunma. Zero shu musofirxonai dunyoda nazari hikmat bilan qarasang, hech bir narsani mizonsiz va g'oyasiz ko'rmaysan. Qandoq san nizomsiz va g'oyasiz qolasan. Risola-i Nur ma'lumot uchun biz bilan irtibotga o'ting.